Do'stlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektda mana bu yerga oddiy zinapay qo'yamiz. Lokatsiyasini aytaman. Namangan viloyati, Namangan tumanidamiz. Mana ko'rib turibsizlar, xudo xolisa. Mana shu ko'rib turgan joylariga, keyin yana shu yerda 4 ta joy bor. 4 ta joyga zinapay qo'yamiz. Oddiy zinapay qo'yamiz. Mehnatimizni qadrlab, mana bunday qilib bitta like bosib qo'yasiz. Ana unda videoni boshladik. Bitgan holatigacha ko'rsatamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, qanaqa bitadi, o'zingizlar ko'rasizlar. Bu joyga qanaqa zinapay, ko'rinishi qanaqa chiqadi, shuni bilasizlar o'zingizlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, mana qanaqa narxlar bilib turasizlar. Zinapay qurilish bo'yicha videolar bor, bilib turasizlar. Ular mana xudo xolasa zinapayimizni boshladik. Ko'rib turganimizdek chap tomonga, o'ng tomonga chiqadigan qildik. O'rtadagi razmer salkam 1 metr 90 santimetr bo'ladi mana. Ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli qilib, xudo xolasa mana bu yerdan ko'rib turgan joylardan chiqib tushadigan bo'ladi. Yerdan chiqib yerdan tushadigan bo'ladi. Xudo xolasa bitgan holatini video davomida ko'rasizlar. Boshda aytib o'tganimizdek, mehnatimizni qadrlab mana bunday qilib bitta like bosib qo'yasiz. Xudo xolasa bitgan holatiga ko'rsatamiz, narxini ham aytamiz. Endi barcha qiziq joy keldi. Ustaga nech bilan qo'yib berdingiz desangiz, narxini aytaman. Ko'rib turgan joylarda balandligi 80 sm, podnoshkagacha 60 sm bo'ldi. 4 ta zinapay tushgan, eng pasti baland to'p qo'ygan. Ertaga misol tayini zasipka qilib steyga qo'yganda 15 sm qoladi, podnoshkagacha bo'lgan holati. O'shani hisobga olib qo'ydik. Eng pastgacha balandroq olib qo'ygan. Ustaga nech pul qo'yib berdingiz desangiz, ko'rib turgan joylarda metrini 400 ming so'mdan qo'yib berdik. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada o'z fikringlarni qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.